Uchinchi qism 6-bob. Xolid Husayniyning Ming quyosh shu'lasi kitobidan. Ilkis onasining eng baxtiyor kunlaridan birini ko'z oldiga keltirdi. Qo'shni xotinlar ularning hovlisida o'tirib tutxo'rlik qilishardi. Uning o'g'li qanday o'lganini bilasizlarmi? So'radi Vajma kampir marvaritdek yirik tut donalarini tanlab og'ziga solarkan. Uni qarg'a ko'liga cho'kib ketgan deyishuvdi. Gapga aralashdi Jiddining onasi Nila. O'sha kuni Rashid ulardek ichib mast bo'lib qolgan ekan. Vajma kampir og'zini tutga to'ldirib hafsala bilan chaynashga tushdi. Aytishlaricha ichaverib dumalab qolgan. Tushda zambarak otilganda ham qilt etib qo'ymagan ekan. Kampir yutinib olgach hikoyasini davom ettirdi. Keyin nima bo'lgani ayon. O'g'li qachon suv bo'yiga borib qolganini ham bilmagan. Hushiga kelib qarasa, o'g'lining jasadi suv betida qalqib yurgan ekan. Odamlar uni ko'rib yordamga oshiqishibdi. Haligi bir nima qilishardi-ku, sun'iy nafas oldirishibdi. Ammo bola o'lib bo'lgan ekan. Shuning uchun ham yaratgan ichkilikni harom qilganda, deya gapga xotima yasagandi Vajma kampir. Laylo farzand kutayotganini aytishi bilan eri darhol velosipedga mingashgancha Parvardigorga shukrona bajo keltirish uchun masjidga qarab yo'l oldi. Kechki ovqat paytida Rashid Maryamga ota bo'lajagini tantanavor izhori bilan ma'lum qildi. Maryam avval ko'zlarini pirpiratdi, keyin qovog'i osildi, yuzi qizardi. Eri tepaga radio eshitish uchun xonasiga ko'tarilgach, Laylo dasturxonni yig'ishtirishga ko'maklasha boshladi. Tushunolmay qoldim. Endi sen kim bo'lasan? So'radi Maryam dasturxon ustidan guruch va non uvoqlarini sidirib olarkan. Oldin mers eding-ku, endi kim bo'larkinsan? Poyezd bo'lsam kerak, gapni hazilga burdi Laylo. Balki reaktiv samolyot bo'larman. Lekin uy ishlaridan qutuldim deb xayolingga ham keltirma. Uqdingmi? O'dag'ayladi Maryam. Laylo endigina og'iz juftlagan chog'da bu xonadonda faqat Maryamgina begunoh ekanini anglab indamadi. Aytgancha, bu yoqda bola ham bor. Laylo xonasiga qaytib o'zini karavotga otdi va ho'ngrab yubordi. Nima bo'ldi? Uning iyagidan ushlab o'ziga qaratdi Rashid. Mazang yo'qmi? Bolang tuzukmi? Xayriyat. Maryam xafa qildimi? Ochig'ini ayt. Yo'q. Hozir enasini ko'rsataman. Badbaxt haromi. Seni xafa qilgani qanday jur'at etdi? Yo'q. Biroq Rashid o'rnidan turib bo'lgandi. Laylo uning qo'lidan arang tutib qoldi. Kerakmas, u menga juda ham mehribon. Bir daqiqa, hozir hammasi o'tib ketadi. Rashid o'zicha nimalarnidir g'o'ldirab, xotinining bo'ynini siypaladi. Keyin esa yelkasini uqalashga tushdi. Qo'li ohista pastga qarab sirg'ala boshladi. Hozir hammasi yaxshi bo'ladi, dedi ishonch bilan. Dastavval o'tinchining boltasidan omon qolgan daraxtlar misrang to'q qizil yaproqlarini to'kdi. Keyin sovuq shamol shaharni zabt etib, barcha daraxtlarni qip-yalang'och qilib tashladi. Jigarrang tepaliklar fonida yalang'och shox va novdalar yanada qo'rqinchliroq ko'rinardi. Birinchi qor ham yog'di, ammo yerda uzoq turmadi. Keyin yo'llarni muz qopladi. Tom va bug'otlarga sumalaklar osildi. Qor bilan birga Qobil osmonida shafqatsiz raketalarga qasdma-qas varraklar ham paydo bo'ldi. Rashid bu gal ham urush haqidagi eng yangi xabarlarni olib kelgandi. Laylo kim bilan urushayotgani-yu, kim bilan birlashganini arang tushuna boshladi. Rashidning aytishicha, Sayyof Hazoriylar bilan urushayotgan ekan. Hazoriylar esa Mas'ud bilan qirpichoq emish. Do'stim qaysi tarafga o'tishini bilib bo'lmasdi. Qobulda otishmalar, raketalar zarbasi davom etardi. Elchixonalar yopilgan, maktablar ishlamasdi. Rashidning aytishicha, shifoxonalarning Qobul bo'limida yaradorlar navbat kutib, qonga belanib yotsa-da, birov qaramasmish. Jarrohlik bo'limlarida oyoq qo'llarini narkozsiz kesib tashlayotganmish. Lekin sen qayg'urma asalim, derdi Rashid. Men seni xuddi tosh qal'adek himoya qilaman. Birortasi seni xafa qilgudek bo'lsa, ichagini sug'urib og'ziga tiqaman.
O'sha qish Layloning atrofini allaqanday metin devor o'rab olgandek bo'ldi. Endi bolalik paytlari, musaffo osmon, otasi bilan birga borgan ko'pkari musobaqalari, onasi bilan kezgan savdo do'konlari, bolalikdagi dugonalari, ayniqsa Tariq bilan kechgan xushnud damlari qo'l yetmas orzuga aylangandi. Tariqning xayoli uni tamomila aqldan ozdirayozgandi. Uning allaqaysi olis gospitalda yotgan yalang'och tanasi ko'z oldiga kelishi bilan dunyo ko'ziga tor bo'lib qolar, tomog'iga mushtdek bir nima kelib tiqilardi. 1992-yilning qishi kir yuvish-u uy tozalash bilan o'tdi. Hovlida qattiq sovuq cho'kkanida Laylo uyga qamalib olgancha derazasidan yog'ayotgan qorga tikilib, soatlab xayol surib o'tirardi. Kunlarning birida Rashid uni yetaklab o'zining ustaxonasiga olib bordi. Chodiraning ichida yurish qanchalik noqulay, qiyin va mashaqqatli ekanini Laylo o'shanda bildi. Har qadamda chalishib, yiqilishiga sal qolardi. Bir tomondan shunisi ham yaxshi. Chodira ayolni begona ko'zlardan asraydi. Uni qay ahvolda ketayotganini hech kim ko'rmaydi, tanimaydi ham. Ustaxona Laylo tasavvur qilgandan ko'ra keng va yorug' ekan. Biroq xona anchayin tartibsiz va besaramjon edi. Teri parchalari, poshna va bolg'achalar, ish qurollari har yoqda sochilib ketgan. Kutilmaganda Rashid qo'lini xotinining etagiga solib, uning silliq, do'mboq qornini siypaladi. Beixtiyor shu onda Tariqning silliq, kuchli qo'llarini esladi. Uning qo'llari Layloning badani uzra sirg'algan chog'da Laylo butun olamni, barcha tashvishlarni unutardi. Juda tez o'syapti, dedi Rashid. Hali qo'g'irchoqdek o'g'il tug'iladi. Otasiga o'xshab haqiqiy pahlavon bo'ladi. Laylo negadir bir seskanib qornini yopdi. Maryam bilan oralaring yaxshimi? Ha, juda ajoyib. Unda yaxshi. Beixtiyor Layloning yodiga 2 kun avvalgi tortishi tushib qoldi. O'shanda u nimadir ish bilan oshxonaga tushgandi. Maryam asabiylik bilan tortmalarini kavlashtirib, hamma yoqni taraqlatib yurgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, uning guruch aralashtirilgan yog'och cho'michi g'oyib bo'pti. Qayerga qo'yganding? Dedi Layloga o'girilib. Men? Laylo ajablandi. Ko'zim tushmadi. O'zi oshxonaga kam tushaman. Ha, bilamiz, erka tantiqsiz. Axir o'zingiz ishni bo'lib bergansiz. Pishir kuydir mening vazifam emas-ku. Demak, cho'mich oyoq chiqarib qochib ketibdi-da, shunaqami? Men unaqa demoqchi emasman. Laylo o'zini qo'liga olishga urindi. Balki siz boshqa joyga qo'ygandirsiz. Boshqa joyga? Maryam ko'zlarini olaytirdi. Bu yoqqa kelganingga qancha bo'ldi? Bir necha oy. Men bu yerda 18 yildan beri yashayman, qoqindiq. Shu paytgacha cho'mich joyida turardi, eshitdingmi? Bu cho'mich seni ishtoningni bulg'alab yurgan paytingdan beri bir joyda turib kelgan. Kim bilsin? Tishlarini g'ijillatdi Laylo. Qo'ygan joyingizni eslolmayotgandirsiz. Balki mening jonimni chiqarish uchun o'zing atayin yashirib qo'ygandirsan. Pastkash ayol ekansiz. Laylo bu safar o'zini tutib tura olmadi. Maryamning butun badani titrab ketdi. Sen esa o'g'ri va fohishasan, tekinxo'r manjalaqisan, eshitdingmi? O'shanda ayollar bisotidagi bor tahqiromiz va behayo so'zlarini to'kib solishdi. Ammo xayriyatki, bu galgi jang jismoniy kuch ishlatishga borib yetmadi. Mana o'shandan beri 2 kundosh bir-biri bilan gaplashmaydi. Faqat Laylo o'shanda bor ovozi bilan baqirib, yuragida yig'ilib qolgan dardini to'kib solgandan so'ng o'zida allaqanday qoniqish his etdi. Qiziq, o'shanda Maryam o'zini qanday his qilgan bo'lsa? O'sha kuni janjaldan so'ng Laylo yuqoriga, erining yotog'iga chiqib, o'zini karavotga otgan. Yuzini yostiqqa bosgancha bor ovozi bilan ho'ngrab yig'lagan edi. Uning nazdida ota-onasini endigina o'ldirishgan va bu musibatdan yangi xabar topgandek edi. Oshxonadan Maryamning qarg'agan ovozi eshitildi. Ko'zingga tuproq to'lsin, iloyo. Tiliginan kesilsin, baloga uchragin, xudoyo, xudovondo. Dafatan Layloning nafasi bo'g'ziga qadaldi. Shu topda qursog'idagi gumona bir qimirlab olgandi.